Obunachilar sizlar uchun ajoyib hamma havas qiladigan 2 qavatli yarim plan hovli joyimiz sotuvga chiqdi. Lokatsiyamiz Chalish Bitak Ipak yo'li do'konining ro'parasidan keladi ekan. Obunachilar yana ko'rishlar mumkin. Xohlasangiz chapini, xohlasangiz o'ngdagini. O'ngdagi $100,000, narigisi $105,000, 170 metr kvadratdan ziyod korobka holda sotiladi obunachilar. Xullas, dum ajoyib yeb, chiroyli yeb, ideya bilan o'tirgan. Endi olgan odam o'zi xohish istagi bilan muolaja qilaveradi. Qarasa, ekranlarga qarshi olinglar, kanalimizga yangi bo'lsang, obuna bo'lib qo'yasiz deb umiddamiz. Obuna bo'lganlar uchun obuna qilamiz. Xullas, hammamiz shunday joylarda yashash havas qilsin. Ish qilib bog'lari bor, ichindagi bog'lari bor, bellanchilar chiroyli navirslarimiz, fasadlarimiz, yo'llardan fasadlarimiz, oynalarimiz ham chiroyli oxirgi modadagi oynalarimiz. Xullas, joyimiz dum go'zal o'tirgan ekan. Berimizda girib stal bilan ko'rishgan Wi-Fi tizimlari o'tib turibdi. Gazi, sveti, bo'lgan. Ko'chalarimiz ham keng ko'chalar endi bo'lamiz. Bir-biridan go'zal hovlilar. Endi burchaklarimiz chiroyli etib nodimiz kafellar urgan ekan. Kanal sistemani tashqariga chiqqan. Eshiklarimiz ham bahaybat gigant eshiklar. Bir glavniy girer hovli qismimiz endi. Berimizda kafelar buna bu granitlar, berimizda garajimiz uchun alohida joyni balandligi ularni joy dum zo'r o'tirgan ekan. Gazimizni hisoblaychimiz elektron svetimizdagi hammasiga turibdi, suvlarimizdagi ham eshiklarimiz ahamiyat berasizlar. Italyanskativ o'tirgan eshiklarimiz 100% quyilgan. Suvimizga berimizga turib uçsam bir yerdagi. Xullas. İkinci kata chiqqan litsenziyamiz ham qo'l mehnatidan qo'yilgan. Holimiz oynalarimiz ham panoramli oynalar. Akoplat hamma qo'yib o'tirgan ekan. İçanlarım asal. Benim rakamın için alohida toshchalar gap turibdi. Bu xonamizga yazaginde oshxona. Santexnik ishlar bitgan, gaz to'rlarimiz o'tgan. Bu bog' qismi obunachilar. Sanozillarimiz mehmonxonamiz mehmonxonamiz ham geniy plita bilan bosilgan. Hol, bir xo'shganmiz, oshxona, sanozil, mehmonxonamiz. Endi ikkinchi qavatimizni og'zonni kuzatib o'tsak. Ikkinchi qavatimizda xonalari, oshxona ustida bir xonachamiz. Berimizda hojatxonamiz va yumush xonamiz. Mehmonxona ustida yana bir xonamiz. Endi xonamizga kelsa, yana mehmonxona. Balkonni ahamiyat bersak, yana balkon. Obunachilar, bu xonamiz, hovli joyimiz $100,000. Hargisini endi obzor qilsak. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilasiz 510 30 bilan.